Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun supply and demand yoki SND ni o'rganib chiqamiz. Bu nima? Supply and demand ya'ni SND to'rtta turga bo'linadi. Birinchisi rally based rally, ikkinchisi drop based drop. Bular faqatgina buy uchun ishlaydi, ya'ni bozorda qanaqa bo'ladi? Bozorda masalan bitta yashil sham kelgan, orada bitta yoki mana bu base zona bo'ladi. Orada bitta sariq sham, ya'ni bu yashil ham bo'lishi mumkin, qizil ham bo'lishi mumkin. Xuddi shu ham bo'ladi va yana dalshi davom etib ketadi narx tepaga. Va bu zona, ya'ni base zona, mana bu yer base bo'ladi. Mana shu joyga narx kelganda buyga ishlovsa bo'ladi. Bu narsani endi line chartda ko'rinishi, ya'ni narx kelgan, biroz joy tashab, ya'ni biroz to'xtagan, flat bo'lgan va dalsh ketgan. Ya'ni mana shu joy base. Mana shu joyga narx kelganda buy. Endi ikkinchi turi buy uchun bu narsa drop base rally, ya'ni shu holatda bitta sham kelgan, ya'ni bu ayiq sham bo'ladi. Keyin bu yoqda yana hosil bo'lgan base zona. Bu ayiq sham ham bo'lishi mumkin, qizil sham ham yoki yashil sham ham bo'lishi mumkin. Va dalshi yana buqa sham ochilgan. Mana. Va bu narxga kelganda yana buy. Bu narsa bozorda line chartda shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu joyga kelganda buy. Endi biz buni ikkinchi turi, ya'ni sell uchun turlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bittasi drop base drop va ikkinchisi rally base drop. Bu narsani ko'rganimizda biz bemalol narxga, ya'ni narx base zonamizga kelganda sellga ishlovsa bo'ladi. Endi bu qanaqa bo'ladi mana? Xuddi shunaqa bitta qizil sham tushib ketdi, narx tushib ketdi va orada base zona hosil qildi. Bu yashil ham bo'lishi mumkin, qizil ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men sariqni belgilab qo'ydim va yana dash narx quladi. Va qachondir narx kelganda sellga ishlasa bo'ladi. Va ikkinchisi ham xuddi shunaqa rally base drop, bu ham sellga ishlanadigan turi. Ya'ni narx o'sib kelgan, orada narx to'xtadi, SND zona hosil qildi, mana bu yer base va quladi narx. Va narx qachondir kelganda yana sellga ishlovsa bo'ladi bu joydan ham. Endi buni line chartda ko'rinishi birinchisiniki mana bu holatda bo'ladi, ya'ni mana bu yer base zona olinadi, narx kelganda sell. Ikkinchi turi mana bunaqa bo'ladi. Narx kelganda sell. Endi aytishinglar mumkin, mana bu narsa men o'rgatgan SNR bilan bir xil aslida. Yo'q, SNRda biz olishimiz kerak bo'lgan narsa mana bitta. Uzr, hozir buni to'g'rilayveramiz. SNR zona qanaqa olinadi? SNRda mana bitta yashil sham, buqa sham va bitta ayiq sham bo'lish kerak. Ya'ni ikkita shamdan iborat bo'ladi SNR. Mana bu joy bo'ldi. Bu SNR zona. SNDda 3 ta sham bo'ladi. Farqi o'shanda, ya'ni SNR bilan SNDning farqi faqatgina shu. SNRda 2 ta bo'lish kerak, SNDda 3 ta yoki 4 ta bo'lishi ham mumkin. Ya'ni 2 ta bo'lishi mumkin, 3 ta mamtdagi narx, ya'ni base zona. Endi bu narsani hozir sizlar bilan chartda ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Mana M30 time frame ga o'tib oldik. Birinchi o'rinda o'rgatganimiz, ya'ni rally base rally ekan. Ya'ni rally base rally ni o'rganamiz. Hozir qanaqa bo'ladi? Mana masalan ko'rib turibmiz, mana bitta narx. Mana aytilgandaqa ayiq sham, orada base zona, mana shu joy olinadi buy uchun va yana dalcha ayiq sham ketyapti. Endi base zonani tortsak mana ko'rasizlar, narx kelyapti, shu joyga kiryapti, dalcha buy ketyapti. Bu narsani qachon ishlatamiz? Odatda bu narsani, ya'ni narx asosan SNR dan SNR ga yuradi, lekin orada atkatlarni ko'rishimiz mumkin. O'shanda yaxshilab e'tibor bersak, bular base zonalardan atkat berayotgan bo'ladi. Ya'ni narx bilamiz, hech qachon tekis qulamaydi. Masalan, mana bitta deylik, pastda support, tepada resistance bo'lsa, narx bunaqa yurmaydi hech qachon. Orada ham atkatlar beradi. Mana shu atkatlarda yaxshilab e'tibor bersak, qanaqadir base zonalar bo'ladi. Mana bu birinchisi, mana rally base uchun edi. Yana mana bitta ham ko'rib chiqishimiz mumkin, yana qator. Mana masalan mana bitta. Mana bu yer. Rally base rally, mana rally. Mana bu base zonamiz bizani, yana dalsha rally bo'lib ketgan narx. Bundoq cho'zsak, ko'ramiz, narx kelgan, mashdan ketyapti. Ya'ni rally base rally dan. Undan tashqari yana qatlarda ko'rishimiz mumkin. Bu narsani ko'p ko'ramiz bozorda. Masalan, mana bitta. Bu boshqa tur ekan, uzr. Bu drop base rally, ya'ni mana
mana bu qizilcham drop, mana orada yashilcham base va rally ketgan. Ya'ni drop base rallydan narx ketyapti. Hozir rally base rallyni endi biz faqat o'suvchi narxlarda ko'rishimiz mumkin. Mana masalan mana bu yerda. Narx asosiy yo'nalish bayda. Asosiy yo'nalish bayda, chunki SNR zona bo'yicha pastdan supportdan reaksiya olgan narx va tepaga ketyapti rezistansga qarab. Lekin orada mana откат beryapti va mana shu ko'rib turibmiz. Mana bu rally, mana bu base zonamiz olinadi va yana rally ketyapti. Bu ko'ramiz narx ketyapti. Mana shu zonadan base zonamizdan dalish ketyapti. Endi keyingisi drop base rally. Ya'ni drop base rallyni ko'rib chiqamiz qanaqa buy uchun. Bu qatlar hosil bo'libdi drop base rally chiroylilari. Mana bitta masalan. Mana narx ketyapti drop. Mana bitta base zona. Bu bitta emas, base zona ikkita shandan ham iborat bo'lishi bemalol mumkin, ikkita uchta. Ya'ni mana base zona olinadi. Mana bitta yana rally ketyapti, ya'ni drop base rally. Mana bu base zonadan narx ko'rasida ketyapti dalishi. Yo'nalishni asosan bilib olamiz va drop base rally, rally base drop, ya'ni SND zonalarga qarab bemalol откатlardan ishlab olsak bo'ladi. Yana ko'rib chiqishimiz mumkin, bozorda qatlar bor. Mana bu drop narx, mana bu base zonamiz, mana bu rally tortiladi. Hozir ko'rsataman bozorda qanaqa ishlab. Mana ko'ramiz. Mana shu narx joy olinadi base qilib, mana shu joydan buy ketyapti. Bu narsa SNR qilib olina olmaydi, sababi SNR da ikkita bo'lish kerak. SNR da mana bu shamma soyasi yemagan bo'lish kerak. Bunda mana SND zona. Drop base yana qatlarda bor. Asosan hozir yo'nalish selga o'zgargani uchun drop base ko'rish qiyin. Buy trendda ko'ramiz bu narsani. Yana buy o'zgarayotganda drop base rallyni ko'rishimiz mumkin. Ko'pman hozir rally base rallyni ko'raman. Mana masalan bu yerda ham rally base rallylar bor ekan. Ya'ni juda ham ko'p rally base rally narx ko'rishimiz mumkin. Drop base rallyni hozir yana qatlarda ko'rsak bo'ladi. Mana masalan bu yerda ham faqat rally base rallyni ko'ramiz. Sababi narx bayda-da mana. Mana bu. Mana drop base drop. Mana bu drop. Mana bu base zonamiz, yana rally ketdi. Ya'ni 3 ta narx. Mana bu o'rtadagi narx base zona olinadi. Ko'ramsizlar, narxga kelyapti va ketyapti. Bu yerda hech qanaqa SNR zona yo'q. SNR zona bunaqa shaklda bo'lmaydi. Va SNR zona asosan faqatgina katta time frame'da tortiladi. SND zona bemalol xohlagan time frame'da tortishlar mumkin. Endi mana bitta rally base rallyga misol. Ya'ni etdan boya har xil ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana faqatgina qizil bo'lish shart emas rally. Mana bu base zonamiz va yana rally ketdi. Ko'rasizlar, narx ketyapti. Bu yerda masalan hech qanaqa boshqa sabab yo'q. SNR bo'lish uchun eng kamida kunlik zona bo'lishi shart. Yo'nalishni topib olamiz va bemalol mana kirsak bo'ladi. Mana bu ham base zona. Ko'ramiz, narx mana shundan ketyapti. Bu narsani agarda SNR zonaga qo'shib mix qilib ishlatsa, ideal ishlab beradi. Mana endi keyingi yana ikkita turi. Drop base drop va rally base drop. Endi buni ko'rib chiqamiz. Buni sell trendda ko'ramiz. Asosan sellga narx tushayotganda. Mana masalan mana bu. Drop, mana base zonamiz, yana narx tashlagan drop. Mashdan ketyapti ko'rasizlar. Narx ketyapti, dalish ketyapti. Chunki asosiy yo'nalish mana tushish kerak mana bungacha. Endi qaranglar, mana bu ham xuddi shu narsa ishlab beryapti. Ko'rasizlar, narx tashlab beryapti. Bu narsa trend o'zgartirish shart emas. Bu base zonalar, drop base drop yoki ya'ni SND zona trend o'zgartira olmaydi. Bu откатlar, ya'ni masalan buy trendga kech qolsanglar, mana shu SND zonalardan buyga qo'shila olsanglar bo'ladi yoki sell trendga kech qolsanglar,
bemalol sel ishlovsizlar bo'ladi. Bundan tashqari masalan buy trend, asosiy trend buyda, lekin bilasizlar qanaqadir selga откатlar berib tushadi. O'sha yerda e'tibor bersanglar, o'sha base zonalarda masalan qanaqadir откатlarda scalping yoki o'rta muddatga bemalol ishlovsizlar bo'ladi, chiroyli qilib. Bunday trading qilib. Mana ham ishlab ketgan ekan. Drop base drop. Mana bu drop, ya'ni mana bu qizilsham. Mana bu zona base. Yana dalshi drop bo'lib tushgan, ko'rasiz, mana drop narx kelyapti, tushyapti. Chunki asosiy trend seldi. Trendga e'tibor beramiz va bemalol ishlovchi bo'ladi, chiroyli ishlab beradi. Ishlab beradi. Endi keyingi turi rally base drop. Rally base drop ko'rishamiz. Trend selga kech qoldi. Mana bu SND zona, mana bu rally, mana bu base zona, mana bu drop. Mana rally base dropda narx ketyapti. O'rgatganimda mana support zona, mana bu support break bo'lgan, narx qaytyapti. Breakoutdan reaksiya endi piyodaga, ya'ni resistance, ya'ni keyingi support zonaga tushishi kerak. O'sha yerda tushayotganda masalan qo'shila olmoqchilar narxga, trendga. Qanaqa qo'shilasizlar? Mana shu zonalardan qo'shila olsanglar bo'ladi. Mana bitta qaranglar. Mana bu drop, mana bu base zona, mana bu rally. Rally uzr. Mana bu yashilcham. Mana base zonadan ko'rasizlar narx ketyapti. Ishlab beryapti, lekin nimaga oxirigacha ketmayapti deysizlar, mana sababi yo'nalish SNR zonada, yo'nalish selda. O'sha selda bo'lgani uchun ham mana chiqyapti. Qanchadir atkat beryapti, ya'ni yana qo'shila olishlar uchun imkoniyat. Yana mana bu masalan. Mana bu ham rally, mana bu base o'rtadagi ham. Mana yana bir rally ketdi. Mana cho'dasi tortsizlar, mana shundan atkat beryapti. Qanaqadir atkatlar bilan yuradi bozor. O'z-o'zini bittada shundoq qulab ketmaydi zonadan, anu reaksiya olgandan keyin. O'sha payt qo'shila olsa bo'ladi. Mana bu ham rally base rally. Xullas bugungi mavzu shu edi. Yana qisqacha, ya'ni mana bu ham ko'rsatishimiz mumkin. Yana oxirgi misol, mana drop, qizilsham, mana bu base zona, mana bu rally, yashilsham. Ko'rasizlar, narx kelyapti, mana shundan reaksiya olib ketyapti. Bu narsani bozorda ko'proq praktika qilinglar, o'rganinglar. Yana men qo'shimcha buni qanaqa ishlatish, yana qatlarda ishlab beradi, ishlamay qolgan zonalarda nima bor, o'shalarga e'tibor berishni keyingi darslarda yana qo'shimcha o'rgatib ketaman. Hammaga rahmat. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin.